Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda mas'ul xodimlar. Aynan mana hozir Farg'ona shahar viloyat prokuraturasining oldida turibmiz. Akamiz ana shu stoyankadan pul so'rayaptilar, lekin kassa apparatlari yo'qligi, kassa apparat bor, nimaga yo'q bo'ladi? Chek berolmayotganligi. Aynan hozir mana shu videoga mana bu hujjatlarni ilova qilib o'tib ketamiz. Bu qanchalar to'g'ri? Bu aholining umum foydalanish yeridan ayrim bir kimsalar tomonidan yo bo'lmasa mana shunaqangi olib pul so'rashlik, fuqarolardan pul so'rashlik bu qanchalar qonunan to'g'ri? Aholining umum foydalanish yerini qanaqadir qonunlar, qanaqadir buyruqlar chiqarib turib, mana shu yerdan pulli xizmat qilib, chek olmasdan, chek bermasdan, davlatga soliqqa chek bermasdan xizmat olib borishi bu qanchalar to'g'ri? Aynan mana shu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi nazoratga olishini so'raymiz. Sababi Farg'ona viloyat prokuraturasi mana bu yerda turib, mana bu yer hozir aka. Bir minut ochko qilmang. Yo'q. Sizdan birov nima qilingani yo'q. Iltimos. Aka, olibta gapchilik qilmang, batta. Nima deysiz? Ha, o'sha aytyapman. Yo'q, men olibta gapchilik emas. Men o'zimning shaxsiy telefonimda fikrlarimni bildirib, Kirizga qo'taman. menga qarang, nima deyapsiz? Nima deyapsiz? Tushunmadim men aka. Garaj qilmang.